Jo'jalarimiz, qora jo'jalarimizni bugun 29-kuni. Mana kimga kerak bo'lsa sotuvimizda bor. Narxlari 25 ming. Mana Instagram kanalimiz bor, Rangli jo'jalar Instagram kanali. Jo'jalarimizni Instagramda ham sotaveramiz. Hammalari sog'lom, yaxshi. Andijon qora jo'jalari zotiga mansub bo'lgan jo'jalar, tuxum yo'nalishi bo'yicha sotilayotgan, boqilayotgan jo'jalarimiz. Manzillari zo'r, manzil Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri. Yangiyo'lda kim bo'lsa, o'zimiz yetkazib beramiz. Mashina pulini to'lasizlar bo'ldi, o'zim qo'lim bilan borib beraman egalariga. Yangi boquvchilar bo'lsa, konsultatsiya bepul. Hamma nima ovqat berish, nima qanaqa boqish, hammasini o'rgatamiz. 120 ta jo'jalarimiz bor edi. 120 tadan shuncha qoldi. 120 tadan hech qaysisini pateriyasiz katta qilib o'ldirmasdan katta qildik. Hozir bu yerda 20 ta jo'jamiz bor. Adashmasam 15 ta tovuq, 5 ta xo'roz yoki 17 ta tovuq, 17 ta yoki bir 15 ta tovuq bor ichida. Tovuqlari ko'p. Kimga kerak bo'lsa, optimiga 20 mingdan qilib beramiz. Hammaga xayr. Videolarimizni kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganingiz faqat bizga yanada video olishimizga kuch beradi. Sizlardan hech narsa talab qilmaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bosib qo'ying. Videomiz tugadi. Bundan keyingi videomizda quyon haqida ham video qo'yamiz. Kanalimizga kirib, quyon haqida ham, quyonga qiziqsanglar, quyon haqida ham videolarimiz bor. Tamom, videoga like bosing.